Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hammalarga yaxshimisizlar? Yarim kunimiz o'tib ketdi. Men bugun uyda edim. Kunni o'rtasida men IQ boosterimni hozir tayyorlab icha olaman. Mana bu narsani bilasizlar-ku. O'tgan safar aytdim. Shunaqa zo'r otsivlar kelyapti. Zulayxoga hozir otsivlarni ham qo'yib qo'yaman. Realno yordam beradi. Ishoninglar, bu prosta reklama deb o'ylamanglar. Reklama bu sizlarga tavsiya, sizlar ham ishlatinglar, foyda ko'ringlar degan maqsadda. Haqiqatan mana shu narsadan keyin juda ham zo'r o'zimda o'zgarish sezganman. Nimaga desa, kitob o'qiganda xayolinglar chalg'ib yoki to'xtab qolib boshqa narsalarni o'ylab ketasizlar-ku, bilmadim sizlarda bo'ladimi yo'qmi? Menda bo'lardi shu narsa. Именно mashinadan keyin shu narsa yo'qolgan, diqqatim konkretno o'sha kitobda bo'ladi, o'qigan narsam esimda qoladi. Juda ham zo'r, ayniqsa studentlarga, til o'rganayotganlarga, yosh bolalarga ideal narsa. Mana shu narsadan Zulayxodan olib albatta ichib ko'ringlar.